kichkina o'g'lim bir 5 yashar paytida O'zganga bordik. Qish edi. Bir sayohat qatori borib, o'shada allanaqa bir do'lta-po'lta qilib olib kelamizda bordik. Aravada qishki kunida bitta shu bomj o'tiribdi. Qo'lida non. Kechasi bilan ichgan. Haligi nonni mana shunday qo'liga ushlab turibdi. Qarasam bir ibratli holat bo'lib qoldi. Bir chekkaga o'tib turib, o'g'limga qarab turing deyapman. Qarab turdik. 2-3 minut tomosha qildik. Haligi qo'l og'ziga nonni olib kela olmayapti. Endi shuni yesa, sal quvvatga kirib, arava itarib 3-4 so'm topib, birdan ovqat yeyapti. Shu qo'li itoat qilmayapti. Nonni og'ziga olib kela olmayapti. Shunga qarab turdik. Anchagacha turdik. Keyin aytdim, qarang o'g'lim. Mana shu yigit sizdaqa paytida maktabda o'qimay, katta bo'lganda tijorat qilmay, oila qilmasdan, nafsini tarbiyalamasdan, nafsini ko'yga kirib